Maslahat bering. Uyat bo'lsa ham aytishga to'g'ri keladi. Qarindoshlar va tanishlar bilan bu masalada gaplashish oson emas. Shu yerda aytib qo'ya qolay. Erim va men 40 yoshdamiz. Bizning o'g'limiz bor. 18 yoshda. Universitetning 1-kursida o'qiydi. Yaqinda unda yangi kiyim-kechak, yangi sumka paydo bo'la boshladi. So'nggi tomchi esa yangi iPhone 17 Pro Max bo'ldi. Darhol erim bilan o'g'limni siquvga oldik. U avvaliga ishlab topayotganini aytdi. Keyin erim barcha narsalarning taxminiy narxini hisoblab chiqargach, taslim bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, uning ayol do'sti paydo bo'lgan. Va bu ayol, e'tibor bering, 33 yoshda. Bankda qandaydir yaxshi lavozimda ishlaydi. Ular klubda tanishgan. Va hammasi shu. U unga kiyim-kechak, iPhone 17 Pro Max sotib olib bergan. Ish vaqtida o'z mashinasida haydashga ruxsat beradi. Uni Tailandga o'zi bilan taklif qiladi. Va o'g'lim borishga tayyorlanayotgan ekan. Erim o'g'liga buning nima deyilishini va u shundan keyin kim bo'lishini ochiq aytdi. O'g'lim esa asabiylashib ketdi. Biz hech narsani tushunmaymiz ekan. Mana xotin o'tiribmiz, boshimiz qotgan.